Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldimdan biz iqtinoga huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tushuntiramiz. Iqtinoda istiqlol to'r televiziya bekitimizniki taqalganligi haqidagi xabarimiz bo'ladi. Buningga men xabar kelishida biroz izohat berib o'taman. Shundaqla Uyg'urlarning motam kuni majburiy qutlanmoqda mavzuli xabarimiz bo'ldi. Hammalarga ma'lumki, tajovuz davlati qurilgan 10-oyning 1-kuni yaqinlashishi bilan tang bu Sharq Turkiston xalqininki ishg'olga uchirgan bu motam kunlarida Xitoy doiralari xalqimizga bu kunni tabriklatkizmoqda. Shundaqla yana Kashmirdagi to'qinishlarda 106 fuqaro o'ldirildi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Hindiston ishg'oli ostidagi Kashmirda 6-iyuldan boshlab davom qilayotgan bu qarshilik harakatlarda hozirgacha 106 odam o'lgan, 3500 dan ko'proq kishi yaralangan. Bu va buningdan boshqa xabarlarimiz iqtinoda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Cemaat erbabi Abdüqadir Yapcan qayta tutib ketildi. 9-ayning 29-kuni İstanbul'daki Bakırköy Adalet Sarayı'da sot mahkeməsinin qararı bilan qo'yib berilgan cemaat erbabi Abdüqadir Yapcan qayta tutib ketildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugun asli xo'shallik bir xabar bermoqchidim. Yani bu xabarimiz bugun tunji qatimqi birinchi xabarimiz, yani Abdüqadir Yapcan akamizningki erkinlikka erishganligi haqidagi xabarimiz edi, ammo afsuski bugun yana qo'yib berilib bir kundan keyin bugün yana sotqa chaqirtilib tutib ketilgan bo'ldi. İnşallah bütün mas'ullarimiz qo'ldan kelgancha yana harakatni elib bordi. Albatta buningda Xitoyning nurg'un besimi bor ekanligi har bir xalqimizga, Uyg'urlarga ma'lum bir ish. Xitoy yana bir qo'yib berilib bo'lishiga ham yana chidamay tegishli harakatlarni qilganligi ma'lum. İnşallah dünyanın har qaysi joylaridagi tunugun xo'shal bo'lgan, suyungan qarindoshlarimiz albatta ko'ngli yerim bo'ldi, ko'ngli hamda yerim bo'lishi tabiiy albatta. Barliq qarindoshlarimizningki yana chin ko'ngildan burunqidek duo qilishini umid qilamiz. İnşallah mas'ullarimiz tegishli barliq yo'llarni elib boradi inshaalloh. İstiqlol to'r televiziya bekiti Türkiye Mahkemesi tarafından taqib etildi. Türkiye Pentexnika ve Uçur Aloqa İdarəsinin resmi to'r bekitida İstiqlol televiziya to'rimizning Ankara Gölbaşı Sot Mahkemesining 136/28 numaralı qaroriga asosan tadbir elish maqsadida taqalganligi bildirildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bu xabarimizni sizlarga asıl tıpkış biraz izahat beriş gerek deb o'ylayman. Çünkü dünyanın har qaysi joylaridan qarindoshlarimiz albatta bizni yaqindan ko'z tutib kelayotgan, yaqindan bizning barliq programmalarimizni ko'rib kelayotgan qarindoshlar buningdan ayt ko'ngli yerim bo'lganligini bildirib bizga nurg'un uchurlarni avatib kelyotdi. Shunday biraz uqishmaslik, çünkü to'rbet taqaldi degandan istiqlol idorasininki, bizning organimizningki, shirkatninki taqib etgan o'xshaydi degandek andishalar bizga kelyotdi. Buningga bizning idora ishlayotgan yerimiz taqalg'an yo'q, balki to'rbat adresimiz, yani bekat burunqi adresimiz Istiqlol TV chekit.com bu adresimiz, yani Türkiye'nin ichida echilmaydigan shaklda bu qaror berilibdi, ammo Türkiye'den boshqa davlatlardagi qarindoshlar yana burunqi adres bilan o'xshashlan bizning programmalarimizni ochiq ko'ra oladi. Biz bu Türkiye taqib etilgan bilan biz boshqa bir adresda, yani shu kundan boshlab biz yangi adres bilan davomlashtirib kelyapmiz. Ekranning oldidami yangi adresimiz chiqib turadi. O'sha adres bo'yicha davomlashtirib kelyapmiz. Qadrli qarindoshlar, biz tegishli yo'llarni xabarimizdami tafsilotini ko'rsizlar, tegishli qonuniy yo'llarni elib beryapmiz. Bu qisqa vaqt ichida inshaalloh o'ngishildi. Mazlum Sharq Turkiston xalqining ovozi bo'lib, zalim ishg'olchi Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan besim va zo'ravonlik jinoyatlarini dünya jamoatiga pash qilib kelayotgan Istiqlol to'r televiziyasining rasmiy to'r bekiti Xitoyning shikoyat va arz qilishi bilan Turkiya Cumhuriyeti Sot Mahkemesi tarafidan taqib etildi. Biz bu haqda munosabatli idora jamiyatlari bilan telefonda aloqalashib, nima uchun taqib etganligini so'ragan bo'lsakmi, aniq javob ola olmadik. Hatto Istiqlol to'rini taqimag'anligini bildirdi. Amaliyotga qaraydigan bo'lsak, Turkiya Pentexnikalari va Uchur Aloqa idorasining rasmiy to'r bekitida Istiqlol televiziya to'ri Ankara Gölbaşı Sot Mahkemesining 2016 yıl 9 ayının 1. günü
2016 1034 numurlu qaroriga asosan Türkiye Pan-texnika uchur aloqa idorasi tarafidan taqib etilganligi e'lon qilindi. Bu qaror ham turkcha ham inglizcha tillarda e'lon qilingan bo'lib, qarorda yana Istiqlol televiziya to'r bekitining 5651 numurli Turkiya qonuniga asosan tekshirish natijasida sud mahkamasining qarori bo'yicha Türkiye Pan-texnikalari uchur aloqa idorasi tarafidan 2016 yil 1-oyda olgan 136.028 siziq 490 numurli qarorga asosan tadbir elish maqsadida taqalganligini bildirgan. Istiqlol to'r televiziyamiz Uyg'ur media televiziya programmachiligi shirkati nomida qonunliq faoliyat qilayotgan bir organ bo'lib, har oy Turkiya Jumhuriyatiga boj topshirish vazifasini vaqtida ado qilib kelayotgan qonunliq shirkat. Istiqlol to'r televiziyamiz Turkiya axborot erkinligi qonuniga asosan faqat Sharq Turkiston xalqiga aloqador programma tarqatib kelyotdi. Shuning uchun Turkiya Jumhuriyatining qonuniga zid hech qanday bir mazmun yo'qligini ifodalab, munosabatlik idoraga e'tiroz bildirdik. Bu vaqt yana Turkiya Jumhuriyati Cumhur raisiga ariz sundik. Cumhur rais nomida qisqa vaqt ichida javob keldi. Ularning bildirishicha, bu masala to'g'risida Cumhur boshqonligi Turkiya Pan-texnikalari uchur aloqa idorasiga xat yozganligini, ularning bu masalaga qarab chiqadiganligini bildirdi. Biz Istiqlol televiziyasini asliga keltirish uchun mahkamaning qarorini amaldan qoldirishga advokat orqali qonun bo'yicha yo'l mangamiz va oxirgacha to'xtab qolmaymiz. Mazlum Sharq Turkiston xalqining nidosini butkul dunyoga anglitishdan iborat bu sharafli xizmatni hargiz to'xtatib qo'ymaymiz va bo'shashmay qat'iy holda davom qilamiz. Bizning yo'limizni hech kim to'solmaydi, to'xtatolmaydi inshaalloh. Butun dunyodagi qarindoshlarimizning qo'llab-quvvatlaganligi va yaqindan ko'ngil bo'lganligi uchun chin qalbimizdan tashakkur etamiz. Uyg'urlarning motam kuni majburiy qutlanmoqda. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston xalqining motam kuni bo'lgan Xitoy davlat bayrami kunini Uyg'urlarga majburiy tabriklatkizmoqda. Xitoy tajovuzchilarining bu yilgi davlat bayrami kunining yaqinlashib kelishiga ergashib, Sharq Turkiston xalqi uchun yangi zulmlarni barliqqa keltirmoqda. Tangritaq to'rining 26-sentabr bu vaqtda bergan xabarida Xitoy davlat bayrami munosabati bilan Sharq Turkistonning har qaysi rayonlarida turli cho'ng-kichik do'kon, savdo saroylar, idora organlarining yo'l bo'ylari, hamma Uyg'urlarning uy, hoyla va yo'l bo'ylaridagi ko'zga eng cheliqadigan markaziy nuqtalarga Xitoy davlat bayrog'ini esishni muhim siyosiy vazifa qilib o'rinlashtirganligi ma'lum bo'lmoqda. Undan boshqa Xotan, Aqsu, Qashqar qatorliq Uyg'urlar eng zich o'ltiraqlashgan rayonlarda maxsus tashkillangan Xitoyning tashviqotchi xodimlari dehqonlarning oilalariga uyma-uy kirib, Xitoyning davlat bayramini qandoq tabriklash, bu jihatdagi Xitoyning o'rinlashtirishlariga qandoq bo'ysunish, bu bayramga qandoq tayyorliklarni qilish, Xitoy davlat bayrami mezgilida millatlar ittifoqligi va abadiy amallikni qandoq qo'g'dash qatorliq mazmunlarda tashviqot va o'rinlashtirishlarni elib borgan. Hamda davlat bayrami kelishi oldida butun dehqonlarni majburiy yig'ib, madaniyat tantarbiya faoliyati nomida ayollar aralash holatda Xitoylar bilan Uyg'urlar orasida do'stlashish musobaqalarini elib borgan. Tangritaq to'ri davlat bayrami munosabati bilan Sharq Turkistonda elib berayotgan bu siyosiy vazifalarning amaliy ijro qilinish holatlarini ayrim xabar qilmoqda. Gumun ayisining nahiya bozoridagi barliq do'kon, savdo saroylariga majburiy esilgan Xitoy bayrog'i, Poskam naisining Hozitam kentidagi Uyg'urlarning majburiy yig'ib olinib, madaniyat tantarbiya faoliyati nomidagi musobaqa o'rinlashtirishlari, Aqsuning Langar ko'chasidagi Xitoy tashviqotchi xodimlarining Uyg'urlarning uylariga birma-bir kirib o'rinlashtirish va tashviqotlarni elib berayotgan xabar va ko'rinishlar e'lon qilingan. Vatanimizda eng cho'ng qo'g'ishun sinik keni bayqaldi. Yer osti va yer usti boyliqlari mo'l, go'zal vatanimiz Sharq Turkistonning Xotan viloyati Qariqurum tog'larida yana dunyodagi eng cho'ng qo'g'ishun sinik keni bayqaldi. Xitoy tajovuzchilarining zuvoni bo'lgan Xinjiang to'rining bildirishicha 9-oyning 25-kuni Geologiya kan mahsulotlari idorasi Xotan viloyatining Qariqurum tog'laridan dunyodagi eng cho'ng qo'g'ishun sinik kenini bayqagan. Bu qitim bayqalgan bu kan shafaq nuri rangidagi g'oyat zo'r qo'g'ishun sinik keni bo'lib, hozircha Xitoy e'lon qilgan metal bayliqining zapas miqdori 18.949.600 tonna atrofida ekan. Bu kan dengiz yuzidan 5500 metr egizlikdagi Koillon tig'ining odamsiz rayoniga joylashgan.
Bu bayqashdan keyin Xitoy tajovuzchilari jiddiy harakatga o'tib, texmo inchikilab tekshirish va bu bayliqlarni tez suratda ichish xizmatiga kirishib ketgan. Qo'g'ishun va senik, elektr uskunlari, mashinsozlik, harbiy ishlar, metallurgiya, ximiya, yenik sanoat va dorigarlik qatorliq sohalarda keng doirada qo'llaniladigan bo'lib, uningdan boshqa qo'g'ishun metali, yadro, neft sanoati qatorliq o'rinlardami bir qadar keng turda ishlatildi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni besib olgan 60 necha yildan buyon bu tuproqning yer osti va yer usti boyliqlarini imkoniyati yor bergan doirada Xitoy o'lkalariga to'shiyotgan bo'lib, bu boyliqlarning asli egalari bo'lgan Uyg'urlar bu boyliqlardan butunlay mahrum qilinib, eng bechora va eng namrat holatda yashamoqda. Xitoy yezi nüfusini amaldan qoldirib, nima maqsadga yetmoqchi? Xitoy doiralarining nüfus tuzumi islohotini yanama ilgari surish nomi ostida shahar va yezi nüfusini amaldan qoldirish, shuningdek qisman rayonlarda nüfusga elish shartlarini kengri qo'yib o'tish qatorliq mazmunlar nimani maqsad qilmoqchi? 9-ayning 19-kuni Xitoy markaziy doiralarining o'rinlashtirishi bilan Beijing shahri nüfus tuzumi islohotini yanama ilgari surish to'g'risidagi yo'lga qo'yish fikrini e'lon qildi. Shuning bilan orqa-orqadan Xitoy tajovuzchilari besib olgan Sharq Turkiston bilan ichki Mo'ng'ulni asos qilgan holda 31 rayon va o'lka nüfus tuzumi islohot fikrini e'lon qildi. Bu fikrlarning hammasida o'xshashla shahar va yezi nüfusini amaldan qoldirish, shundaqla qisman rayonlarda nüfusga elish shartlarini kengri qo'yib o'tish qatorliq mazmunlar qaror qilingan bo'lib, hammasi bir tutash aholilar nüfusi deb tizimlanganligi bildirildi. Bu qaror e'lon qilingandan keyin har xil andishalik fikrlar maydonga chiqqan bo'lib, Xitoydagi fuqarolarning kishilik huquq dafsandichiliklarining texmo og'ir darajada buzg'unchilikqa uchraydiganligi mo'ljallanmoqda. Sharq Turkistonga Xitoy tajovuzchilari bostirib kirgandan keyin bu yerdagi yerlik xalqning terilg'u yerlarini bir tutash zo'rlik bilan o'z elikiga o'tkazib olgan bo'lib, asli yer egalari bo'lgan mutlaq ko'p sonliqni egallagan yezi nüfusidagi Uyg'urlar o'z ziminlarini haqli holatda hoddiga elib terib kelgan edi. Xitoy tajovuzchilarining bu yangi qarori o'ttirg'a chiqqandan keyin Sharq Turkistondagi Uyg'urlar 30 yillik to'xtam bilan hoddiga elib terib kelayotgan yerlardan ayrilib qolishdan ansirmoqda. Xitoy bu vaqtda tushuncha berib, nüfusga elish shartlarini kengri qo'yib o'tish bo'lsa, bir gavdalashtirishni amalga oshirishni ilgari surdiganligini, yezi nüfusini amaldan qoldirish bo'lsa, ijtimoiy kapolatga ega qilish ekanligini, hargizmo yezi aholilarining yerlarini hoddiga elib boshqarish huquqi, o'ylik yerni ishiltish huquqi, kollektiv manfaatni taqsimlash huquqiy qatorliqlarga ta'sir yetmaydiganligini o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo analizchilar Xitoy tajovuzchilarining bu tushuntirishlarining u qarorga hech bir shaklda uyg'un kelmaydiganligini, qarordagi qisman rayonlarda nüfusga elish shartlarini kengri qo'yib o'tish degini amaliyotda Xitoyning ichkiri o'lkalaridan Sharq Turkistonga turkumlab yo'tkamoqchi bo'lgan Xitoy oqqunlarini Sharq Turkistonda yerlashtirib, oz sonliq millat deb qaraldigan boshqa millatlarni Xitoylarga singdirib bir gavda qilishni maqsad qilganligini, yezi nüfusini amaldan qoldirish bo'lsa, dehqonlarning elikidagi yerlarni Xitoylarning monopol qilib egallashini qonuniy asos bilan ta'minlab, Xitoy ko'chmanlarining rayonlardagi ijtimoiy imtiyozlarini kapolatga ega qilishni maqsad qilganligini bildirishmoqda. Xitoy 500 million bovoqni hayotlikdan mahrum qilgan. Xitoy tajovuzchilari majburiy ijro qilib kelayotgan planliq tug'ut siyosati 500 million insonni hayotlikdan mahrum qilgan. Ba'zi statistikalik ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Xitoy tajovuzchilarining 1970-yildan tortib majburiy ijro qilib kelayotgan planliq tug'ut siyosati 500 milliondan ortiq insonning hayotlikdan mahrum qilinishiga bevosita sabab bo'lganligi ma'lum. Xitoy 40 necha yildan beri qattiq tutib ijro qilib kelayotgan bu planliq tug'ut siyosatiga 2016-yili 1-oyning 1-kunidan boshlab o'zgartirish kirgizgan bo'lib, ilgariki bir farzandlik bo'lishdan 2 farzandlik bo'lishga ruxsat qilgan. Buningga sabab bo'lgan omilning Xitoydagi er-ayol farqining tangpungsizligi, emgak kuchlarining qiyrilishiga qarab mengishi qatorliq sabablar ekanligi bildirilmoqda. Bu qaror e'lon qilingandan keyin Xitoy mutaxassislari bu qarorning to'limi kechikib e'lon qilinganligini, shundoq bo'lsa-mu kelgusi 5 yil ichida tug'iladigan bovoq sonining har yili 3 milliondan oshadiganligini va 2050-yilga borganda Xitoydagi emgak kuchining 30 milliondan oshishini mo'ljallamoqda. Xitoy statistika idorasi to'y qilish uchun qiz topolmayotgan Xitoy yoshlarining sonining
2020 yilgacha bu sonning 40 milliondan oshadiganligini faraz qilgan. Analizchilarning bildirishicha, Xitoyda 40 necha yildan beri ijro qilinib kelayotgan planliq tug'ut siyosiy sababidan Xitoydagi qeyrilishish tez suratda davomlashayotgan bo'lib, 2050 yilga borganda Xitoydagi yashanganlarning soni 500 milliondan oshadiganligini, ya'ni har oy 500 million kishi davlatdan dam olish pensiya puli olib yashaydiganligi mo'ljallanmoqda. 1 milliard 350 million nufusi bor Xitoyda 500 million yashangan kishiga har oy pensiya maoshi berib beqish qiyinga to'xtash bilan iqtisodiy kriz yuz berish ehtimoli borligi taxmin qilinmoqda. Xitoydagi 1 milliarddan oshadigan nufusga nisbatan bu son sifirlar Xitoy uchun g'oyat zo'r bir halokatning bishorati bo'lib, Xitoyning bu vaqtdagi tadbirlari faqat parchalanish, vayron bo'lish oldidagi tipirlashdan boshqa narsa emasligini tushuntirib bermoqda. Xitoy planliq tug'ut siyosatini yo'l qo'ygandan keyin har qaysi rayonlarda majburiy homildan saqlanish, hatto tug'ilish oldidagi homillarni zo'rliq vositalari bilan majburiy tushirib o'tish, ig'ir darajadagi iqtisodiy jazolar qatorli xilma-xil cheklash usullarini ijro qilib, bu orqali dunyoga kelish mumkinchiligi bo'lgan 500 million bovoqni hayotlikdan mahrum qilgan. Bu siyosat qo'ral kuchi orqali besib olgan Sharqi Turkistonga o'xshash rayonlarda bo'lsa, eng yuqori chekda qattiq ijro qilingan bo'lib, bu sababdan kelib chiqqan qarishliq harakatlari nurg'unlagan Uyg'ur ota-onalarning Xitoy turmalarida nahaq yetishi va Xitoy tajovuzchilari tomonidan o'ldirilishini keltirib chiqargan. Atalmış qo'sh til yastisi janubda 100% umumlashdi. Xitoy tajovuzchilari faqat Sharq Turkistonning janubida 1700 yasli qurgan bo'lib, 1 yil ichida bu yasliga kirgan bolalarning soni 350 mingga yetgan. Hamda o'qish yoshiga yetmagan o'smirlarning atalmış qo'sh til ma'rif yaslisidagi nisbatini 100% oshirganligini xabar qildi. 9 ayning 27 kuni Xitoy tashviqotining zuvoni bo'lgan xalq to'rining bildirishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonning Qashqar shahrida 24 million 610 ming yuan Xitoy puli mablag' selib, 12 ming kvadrat metr yerga 2016 yil ichida yana yangidan 15 qo'sh til yaslisini bitirib ishga kirishtirganligini e'lon qilgan. Xitoy tajovuzchilari yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistondagi assimilyatsiya va diniy milliy kimlikni yo'qotish xizmatlarini eng yuqori chekda ijro qilib kelayotgan bo'lib, bu jihatdagi xizmatlarga g'oyat zo'r miqdorda mablag' va odam kuchi ajratmoqda. Bu yil 5-oyda Xitoyning bergan xabarida bu xildagi zo'r so'mmalik yordamlar bilan Sharq Turkistonning janubida 1 million 270 ming Sharq Turkistonlik o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilariga Xitoycha qo'sh til o'qitishni boshlaganligini, natijada bu rayonda qo'sh til o'qitish nisbatining 65% umumlashganligini bildirgan edi. Undan boshqa qo'sh til yaslisidan Sharq Turkistonning janubida 1700 yasli qurgan bo'lib, 1 yil ichida bu yasliga kirgan bolalarning soni 350 mingga yetgan. Hamda o'qish yoshiga yetmagan o'smirlarning qo'sh til ma'rif yaslisidagi nisbatini 100% umumlashtirib, bu jihatdagi nishonga yetganligini xabar qilgan edi. Xitoyda atalmış qonunga qasam berish tuzumi ijro qilinmoqda. Xitoy Xalq qurultiyi asosiy qonunga qasam berish tuzumini yo'lga qo'yish to'g'risidagi qarorini e'lon qilib, yo'lga qo'yishga boshladi. Ammo bu ijroat Sharq Turkistonda yillardan buyon har xil shaklda elib berilmoqda. Xitoy tashviqotining asosli o'rinlaridan biri bo'lgan Xalq to'ri Uyg'urcha kanalining 19-sentabrdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy markaziy doiralari 18-sentabr tushdan burun Jungnanxayda Xitoy bosh ministri Li Keqiangning boshchiligida tunji qitim asosiy qonunga qasam berish murosimi o'tkazgan. Atalmış Xalq qurultiyi doimiy komitetining asosiy qonunga qasam berish tuzumini yo'lga qo'yish to'g'risidagi qarori va davlat va uning har qaysi tarmoqlari vazifaga tayinlagan davlat xizmatchilarining asosiy qonunga qasam berish tashkiliy chorasiga asosan bu yildan boshlab davlat vazifaga tayinlagan 38 tashkiliy tarmoq bevosita qarashli kasbiy o'rindagi 55 mas'ul kishi qonun bo'yicha asosiy qonunga qasam bergan. Atalmış asosiy qonunga qasam berish murosimida katta boshlar o'rnidan turib, Xitoy bayrog'iga qarab, atalmış Jung'o Xalq Jumhuriyatining davlat she'rini o'qigan. Qasamni boshlag'uchi so'l qo'lni asosiy qonunga qo'yib, o'ng mushtumini tugib, qasam so'zini o'qigan, boshqa qasam berguvchilar agishib o'qigan. Kuzatuvchilarning qarashicha, o'zaro huquq va mansab talashayotgan Xitoy amaldorlari bir-biriga ishonmasdan hamda qasam qilish usulini qo'llanmoqda. Xitoyda yuz berayotgan poraxo'rlikning avji olishi, iqtisodning kundan-kunga orqaga chekinishi, ichki qismdagi kuchlik huquq talashish jadallari va amaldorlarning chekidan oshgan sherikliklari Xitoy ilkidagi ba'zi cho'ng korxona shirkatlarining vayron bo'lishini keltirib chiqardi
va Xitoy kommunist hokimiyatining halok bo'lish vaqtini kunsiri yaqinlashtirmoqda. Mutaxassislarning bildirishicha, Xitoy doiralari har soati chiriklikka qarab ketayotgan amaldorlarning qabih ishlarini to'sish, axloqiy chiriklikni yo'qotish uchun qasam berish yo'lini sinab boqmoqda. Diniy e'tiqodi bo'lmagan bu ateist kommunist Xitoylarning qasam berishi va boshqalarni qasam qildirishi Xitoy amaldorlarini poraxo'rlikdan, chiriklikdan to'sib qololmaydi ekan. Markazdagi Xitoy doiralari bu ishni yangi boshlagan bo'lsa-mu, ishg'ol ostidagi Sharq Turkiston xalqiga bu axloqsiz ijroat yillardan buyon ijro qilinib kelmoqda. Musulmon Sharq Turkiston xalqi qasam tekstlari ichidagi o'z diniy e'tiqodiga butunlay zid bo'lgan so'zlarni talaffuz qilib turib, qasam berishga majburlanmoqda. Bu hatto Uyg'urlar ichidagi ishchi xizmatchilar bilan cheklanib qolmasdan, balki yezi qishloqlardagi bechora dehqonlarmo majburiy yig'ib olinib, Xitoy bayrog'i oldida vatanga sodiqlik haqida qasam berishga majburlanmoqda. Kashmirdagi to'qinishlarda 106 fuqaro o'ldirildi. Hindiston ishg'oli ostida turayotgan Kashmirda 6-iyuldagi Hizbul Mujahidin partiyasining qo'mondoni Burhanning Hindiston bexatarlik kuchlari tomonidan o'ldirilishi bilan boshlangan qarshilik harakatlarida 106 fuqaro hayotidan ayrilib, 3500 dan ortiq fuqaro yaralandi. Hindiston ishg'oli ostida turayotgan Kashmirda 6-iyuldagi Hizbul Mujahidin partiyasining qo'mondoni Burhanning Hindiston bexatarlik kuchlari tomonidan o'ldirilishi bilan boshlangan qarshilik harakatlarida 106 fuqaro hayotidan ayrilib, 3500 dan ortiq fuqaro yaralangan. Dunyo bulteni xabar markazining bu vaqtda bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Hindiston bexatarlik kuchlari bilan Kashmir xalqi orasidagi qarshilik harakatlari 3 oydan buyon yuqori to'lqinga chiqqan bo'lib, bu qarshilashishlar hozirgacha davomlashmoqda ekan. Hizbul Mujahidin partiyasining qo'mondonining Hindiston hukumat kuchlari tomonidan o'ldirilishi bilan ko'chalarga chiqib norozilik bildirgan Kashmir xalqiga Hindiston qurolli qismlari va bexatarlik xodimlari ros o'q va yosh oqquzish bombasi ishlatib, qattiq usullar bilan bostirishga uringan bo'lsa-mu, ammo unumi bo'lmagan. Bu qarshilik harakatda hozirgacha 106 kashmirlik hayotidan ayrilgan bo'lib, 3500 dan ortiq kishi yaralangan. O'lgan va yaralangan kishilarning mutlaq ko'p qismiga Hindiston bexatarlik kuchlari tomonidan etilgan o'qning tekkanligi ma'lum. Yerlikdagi doktorxonalarning bildirishicha, bu qarshilik harakati davomida 150 kishi ko'zidan ayrilgan. Kashmirdagi bu qonliq voqealar sababidan Hindiston bilan Pokiston orasidagi munosabat texmi bir baldoq yiriklashishiga qarab maqmoqda. Hindiston Pokistonni bu voqeada Kashmir xalqini qo'llaganligi va ularga madad berib voqeaning hozirgacha davomlashishiga turtkilik rol o'ynaganligi bilan ayblasa, Pokiston Hindistonning bu rayondagi xalqning tanlashiga hurmat qilmay, qonliq voqealarni keltirib chiqarganligini aytib, Pokistonning har qachon Kashmir xalqi bilan bir safda ekanligini bildirdi. Bu harakatlar davomida 18-sentabr Hindiston kontrolligi ostidagi Kashmirning Uri rayonidagi bir askariy gazarmaga hujum qilingan bo'lib, bu hujumda Hindiston askarlaridan 18 askar o'lgan. Hozirgacha bu hujumni hech qanday tashkilot ustiga oldiganligini bildirmadi. Hafta oxirida Hindiston raisi Modi keng ko'lamli chaqirilgan yig'ilishda so'z qilib, bu hujumning bosh jinoyatchisi Pokiston ekanligini, Hindistonning buningga qarata cho'qim javob qaytaradiganligini bildirdi. Pokiston Tashqi ishlar ministrligi buningga qarata bayonot e'lon qilib, Modining bu ifodalarining hech bir asosi yo'qligini, Pokistonni ba'zi ishlarga zo'rlamasligini bildirdi. Siyosiy analizchilar ikki davlat orasidagi bu xil muomalalarning ikki davlatni urush tayyorligi holatiga elib kirayotganligini bildirishmoqda. Pokiston bilan Hindiston o'rtasida to'qinish yuz berdi. Pokiston bilan Hindiston askarlari o'rtasida Kashmir chegarasida qurolliq to'qinish yuz berib, Pokistonning 2 askari o'lganligi bildirildi. Pokiston bilan Hindiston askarlari o'rtasida Kashmir chegarasida qurolliq to'qinish yuz berib, Pokistonning 2 askari o'lganligi bildirildi. Anatoliya agentligi Pokiston armiyasining bayonotchisidan naql qilib bildirishicha, chorshanba kuni yarim kechada Kashmir chegarasida Pokiston bilan Hindiston armiyasi o'rtasida yuz bergan qurolliq to'qinishda 2 nafar Pokiston askari o'lgan. Pokiston armiyasi tomonidan e'lon qilingan bayonotda Pokiston armiyasining Hindiston armiyasining chegaraning qarshi tarafdagi 4 o'rinda elib borgan kuch-kiritma harakatlariga qarshi javob berganligi bildirildi. Pokiston bosh ministri Nawaz Sharif e'lon qilgan bayonotida Hindiston armiyasining hujumini qattiq aybladi. Nawaz Sharif mundaq dedi: Hindiston urush to'xtatish siziqini ochiq oshkora holda tajovuz qildi. Pokiston armiyasi chegara qo'g'dash uchun tayyor bo'ldi. Hindistonning Jammu Kashmir rayonida bexatarlik kuchlari bilan Kashmirning mustaqilligi uchun harakat qilayotgan tashkilotlar o'rtasida
8 iyul kuni yuz bergan to'qinishda Kashmir tashkilotining yuqori darajalik a'zolaridan biri bo'lgan Vani ismli kishining o'ldirilishi bilan 10 minglagan Kashmirlik ko'chalarga chiqib norozilik namoyishi qilgan edi. Kashmirda 2 oydan buyon davom qilayotgan to'qinish va norozilik namoyishida Hindiston askarlarining yosh oqquzish bombasi qo'llanishi va rost o'q etish natijasida 90 dan ortiq Kashmirlik hayotidan ayrilgan, 3 mingdan ortiq kishi yaralangan. Pakistan 10 milliard dollar ziyonga uchradi. Xitoy bilan elib berilgan tijoratda Pakistanning 10 milliard dollar ziyonga uchraganligi bildirildi. BBC axborotining o'rduchi bo'limining 28-sentabr kunidagi xabarda Xitoy bilan elib berilgan tijoratda Pakistanning 10 milliard dollar ziyonga uchraganligi bildirildi. Pakistan parlamentida savdo tijorat to'g'risida hukumat tomonidan sunilgan dokladda 2014-2015 yillarda Pakistanning Xitoy bilan elib borgan savdo tijoratining umumiy qimmat miqdori 12 milliard dollar bo'lib, buningda Pakistandan Xitoy aran 2 milliard dollarlik mahsulot eksport qilgan. Natijada Xitoy bilan bo'lgan tijoratda Pakistan 10 milliard dollar ziyonga uchragan. Xitoy bilan o'tgan 5 yillik savdo tijoratda sonliq statistikalarga qaraganda Xitoy mahsulotlarining Pokistonga import qilinishida har yili ko'payayotganligi, ammo Pokiston mahsulotlarining Xitoyga eksport qilinishida hech qanday ortish bo'lmaganligi qayd qilingan. Sonliq statistikalarga qaraganda 2011-2013 yillarda Pokiston Xitoydan 6 milliard dollarlik mahsulot import qilgan ekan. Ammo Pokistondan Xitoyga eksport qilingan mahsulotlarning miqdori 1 milliard dollardan ozroq oshgan. Oradan 4 yil o'tgandan keyin Xitoydan Pokistonga import qilingan mahsulotlarning qimmati 6 milliard dollardan eshib 12 milliard dollarga yetgan. Ammo Pokistondan Xitoyga eksport qilingan mahsulotlarda ortish bo'lmagan. Ya'ni aran 2 milliard dollar atrofida bo'lgan. Pokiston bilan Xitoy o'rtasida cho'ng savdo tijorat tangpongsizligi yuz berib, Pokistonga 10 milliard dollar ziyon bo'lgan. Pokiston parlamentida bu masala talash tortish bo'lgan, ammo Xitoyni ochiq ayblashga hech kim petinolmagan. Pokiston bilan Xitoy sinoqdan o'tgan omroq do'stlar. Pokiston Xitoy do'stligi yoshsin deb to'xtamay jar solgan Pokiston matbuotlari necha yildan buyon Xitoyning hiyla-mikirlariga ishinib, aldam xaltasiga tushganligini his qilgan bo'lsa-mu, ortiq gap qilishdan tap tortganligi oshkora bo'lmoqda. Pokiston garchi musulmon davlati bo'lsa-mu, Xitoyga bo'lgan sodiqligini ko'rsatish uchun Pokistondagi Uyg'urlarning faoliyatlariga cheklama qo'ydi. Nurg'unlagan begunoh Uyg'urlarni tutib Xitoyga qaytarib bergan edi. Ammo bugungi kun kelganda Xitoy Pokistonning sadoqatiga parvo qilmay, iqtisodiy jihatdan aldab qo'yganligi o'tirg'a chiqdi. Buningdan keyin Pokiston Xitoyga nisbatan yana do'stlik sadoqatini davom qildiramdi yoki boshqacha siyosat yurgizamdi, buni vaqtning o'tishi oshkorlaydi. Ishg'olchi Shimon Peres o'ldi. Qo'li minglagan begunoh Falastinlikning qini bilan bo'yalgan Isroiliyaning sobiq prezidenti Shimon Peres 9-28 kuni chorshanba atdiganda o'ldi. 2 hafta ilgari og'ir palashlikka giribtor bo'lganligi sababidan doktorxonaga aylangan Isroiliyaning sobiq prezidenti Shimon Peres 9-28 kuni chorshanba atdiganda o'ldi. 66 yillik siyosiy hayotida 2 qatim Isroiliya bosh ministri va 1 qatim raisi bo'lib xizmat qilgan Shimon Peresning rahimsiz qo'li Livan va Falastindagi begunoh musulmonlarning qonlari bilan bo'yalgan edi. Shimon Peres Isroiliya yuqori qatlamida 48 yil parlament a'zosi va bosh ministr bo'lgan bo'lib, 2007-yili Isroiliyaning prezidenti bo'lib saylangan. U bosh ministerlik va prezidentlik vazifasini o'tagan davrdan tortib, toki 2014-yilgacha uning o'rinlashtirishi bilan elib berilgan Falastinning G'azadagi qurolliq qirg'in va qatliamlari tarixdagi qonli hujum va qatliam bo'lib, necha minglagan G'azza xalqi o'ldirilgan, necha 10 minglagan kishi yaralangan. Shundaqla haddi hisobsiz vayronchilik va ofatlarni maydonga keltirgan. 1996-yili 4-oyda Isroiliyaning bosh ministri bo'lib vazifa o'tayotgan mezgillarda G'azab o'zimlari harakati nomida Livanga keng ko'lamlik hujum boshlagan. Bu hujum natijasida Livanning janubidagi necha 10 minglagan xalq Livanning shimoliga qochishga majbur bo'lgan. 16 kun davomlashgan hujumda nurg'unlagan puhra hayotidan ayrilgan bo'lib, ko'rsatilgan ma'lumotda 164 kishining o'ldirilib, necha minglagan kishining yaralanganligi, 300 mingdan ortiq xalqning yurtlarini tashlab musofir bo'lganligi bildirilgan edi. Shundaqla Peres Falastin masalasining hal qilinishiga eng cho'ng to'salg'u bo'lgan Yahudi o'ltiraq rayonlari qurilishining bosh loyihaliguvchisi edi. Falastinlik tadqiqotchilarning qarashicha, u Falastin xalqiga og'ir zulm qilib, nurg'un kishining o'limidan javobgarlikka tortiladigan bosh jinoyatchi hisoblanadi ekan.
Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bu haftalik istiqlal xəbərləri proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kelər qatımqı proqramımızı görüşkücə sizlərlə Cənab-ı Allah tapşırımız. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xidmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət etmən. Assalamu alaykum və rahmetullahi teala və barakatuhu.